Davlatimiz rahbarining 2026-yil 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga asosan O'zbekiston Milliy gvardiyasi mas'ullaridan iborat ishchi guruhi tomonidan Shovot tumanida o'rganish ishlari olib borildi. Respublika ishchi guruhi tomonidan Shovot tumanidagi Qizil toifaga kiritilgan Shovot mahallasida o'rganish ishlari olib borildi. Asosiy maqsad mahallalarda xavfsiz muhitni ta'minlash, jinoyatchilikning barvaqt oldini olish, aholi bilan manzilli ishlash tizimini yo'lga qo'yish, kriminogen vaziyatni yaxshilashdan iborat. O'rganishlarda aholi bilan muloqot qilish, ijtimoiy masalalarga o'z vaqtida yechim berish orqali sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarning oldini olishga ahamiyat qaratildi. Milliy gvardiya Xorazm viloyat boshqarmasi tomonidan 40 ga yaqin profilaktik hamda red tadbirlari ham o'tkazildi. Mavjud vaziyat tahlillariga bag'ishlangan yig'ilishda hamkor tashkilotlarning mahallada xavfsiz muhitni yaratish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlari va ustuvor vazifalar haqida so'z bordi. Bu kabi amaliy harakatlar hududlarni xavfsiz manzilga aylantirish borasidagi chora-tadbirlarni yanada jonlantiradi.